Asab, stress hamda uyqu buzilishini ugriga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Kam uxlaydiganlarda ugri chiqadimi yoki imtihon oldin nima uchun ugri chiqadi? Genetik moyillik hisoblanadigan nasl, gormonal o'zgarish, doimiy stress, asabiylik hamda noto'g'ri uxlash hisoblanadi. Siz 10-11 gacha uxlaydigan bo'lsangiz, psixolog yoki nevropatolog konsultatsiyasidan o'tishni ham tavsiya qilaman. Bu muammodan qutulsa bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Bugun sizlar bilan asab, stress hamda uyqu buzilishini ugriga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Kam uxlaydiganlarda ugri chiqadimi yoki imtihon oldin nima uchun ugri chiqadi? Bugun sizlar bilan mana shu savollarga javob olamiz. Keling birinchi bo'lib siz bilan ugri kelib chiqishini mexanizmini ko'rib chiqsak. Hammamizning terimiz sayda yog' bezlari bor. Bu yog' bezlari normada hammada yog' ishlab chiqarib turadi. Ugrisi bor insonlarda bu yog' bezlari o'zidan haddan tashqari ko'p yog' ishlab chiqaradi va shu yog'lar teridan tashqariga chiqishi qiyinlashadi hamda teri tagida to'planib qoladi. Bu ko'p yog' ishlab chiqarishning sabablari bor. Birinchi sabab bu genetik moyillik hisoblanadigan nasl. Ya'ni avlod biron kishida ugri chiqqan bo'lsa, bemorlarga ham chiqish ehtimoli bo'ladi. Bu birinchi sabab hisoblanadi. Ikkinchi sabab bu gormonal o'zgarishlar, ya'ni jinsiy gormonlar bir ko'tariladi, bir pasayadi, o'sha ham ta'sir qiladi. Ovqatlanish, shirinlik, gazlik, fast foodlarni ko'p iste'mol qilish bu yog' bezlarini oshiradi, bu ham ugri chiqishini qo'zg'atadi. To'rtinchisi bu doimiy stress, asabiylik hamda noto'g'ri uxlash hisoblanadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi sabablarni biz oldingi videolarda ko'rib chiqamiz. Bugun sizlar bilan asosan to'rtinchi sabablarni haqida gaplashamiz. Demak, doimiy stress qilgan vaqtda organizmda kortizol gormoni oshib ketadi. Kortizol gormoni bu stress gormoni hisoblanadi. Bu gormon oshgandan keyin yog' bezlari ko'p yog' ishlab chiqarishni boshlaydi va natijada ugrilar kelib chiqadi. Doimiy stress qilganda qonda kortizol gormoni haddan tashqari ko'p oshib ketadi. Oshgandan keyin yog' bezlari atrofida retseptorlar va o'sha retseptorlar kortizol gormoniga juda ham sezuvchan bo'ladi. Sezuvchanlik oshgandan keyin yog' bezlari o'zidan haddan tashqari yana ko'p yog' ishlab chiqarishni boshlaydi va natijada bemorlarimizda ugri kelib chiqadi. Kortizol gormoni oshishi sabablaridan yana biri bu noto'g'ri uxlash hisoblanadi. Ya'ni ba'zi bir bemorlarimizda kech uxlashadi. O'zi normada agar siz 10-11 gacha uxlaydigan bo'lsangiz, organizm melatonin gormoni ishlab chiqaradi. Agar siz kech uxlaydigan bo'lsangiz, ya'ni soat 1, 2, 3 larda uxlaydigan bo'lsangiz, organizmda kortizol gormoni oshib ketadi. Bu esa ugri chiqishini qo'zg'atadi. Ba'zi bir bemorlarimiz aytishadi, men yaxshi uxlayman, ya'ni kuniga 7-8 soat uxlayman. Soat nechida uxlaysiz deb so'raganda, soat 1-2 da uxlayman deb aytishadi. Bu noto'g'ri hisoblanadi. Kortizol oshmasligi uchun biz uyqu vaqtini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Eng uzog'i soat 11 gacha uxlash kerak bo'ladi. Necha soat uxlashdan ko'ra soat nechida uxlash muhimroq hisoblanadi. Kortizol gormoni oshib ketishining sabablaridan yana biri bu doimiy asabiylik hisoblanadi. Ba'zi bir bemorlarimizda har xil hayot muammolariga juda ham kuchli qarashadi, doimiy stressda, doimiy asabiylikda yurishadi va natijada ularda sekin-sekinlikni ugri rivojlanadi. Bunday bemorlarga tavsiyamiz har bitta vaziyatda qalbingizga yaqin olmang. Agar buni iloji bo'lmayotgan bo'lsa, qo'shimcha nevropatologga uchrab, asabni tinchlantiruvchi maxsus preparatlarni qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Meni qabulimga keladigan bemorlar so'rab surishtirganda, agar ularda asablarda, uyqularda muammo bo'ladigan bo'lsa, ularga men tavsiya beraman uyqularni to'g'rilashga hamda asab tizimini to'g'rilashga, har bitta stress holatlarini to'g'ri qabul qilishga. Agar stress holatini qabul qilishga qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, ularga psixolog yoki nevropatolog konsultatsiyasidan o'tishni ham tavsiya qilaman. Chunki agar faqat dori-darmonlarni o'zi bilan yog' bezlarini siz qisqartirsangiz, lekin bu yog'da yana siz doimiy asab, stress, uyqungiz yaxshi bo'lmasa, biza qilayotgan lecheniya kerakli miqdorda bo'lmaydi. Shuning uchun bu kasallikni davolashda har tomonlama kompleks yondashish kerak bo'ladi. Agar sizning ham yuzingizda ancha vaqtdan beri ugri muammosi bo'ladigan bo'lsa, bu muammodan qutulish uchun siz har xil narsalar qilib ko'rgan bo'lsangiz va natija olmagan bo'lsangiz, meni Instagram, Telegram sahifamga obuna bo'lib natijalarni ko'rishingiz mumkin. O'sha joyda men har kuni natijalarni qo'yib boraman. Bu muammodan qutulsa bo'ladi, faqat bu yerga kompleks yondashish kerak bo'ladi. Men o'zim Samarqand shahrida Rayon Med klinikasida ishlayman. Qabulim kelsangiz bo'ladi. Agar kela olmasangiz, onlayn tarzda murojaat qilishingiz mumkin. Quyidagi Telegram profil orqali. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.